pishadi. Demakda nima aytib beryotgandim? Tak, da. Bugun men o'zimga plazmaferez qildim. Demak, plazmaferez nima? Mani qonimni olishdi, 1,5 litr, 2 litr qonimni olishdi. Sentrifugaga demak joylashtirishdi va mani qonimni qilishdi, chisit qilishdi, demak tozalashdi. Undan keyin shu qonimni yana menga quyishdi. U juda ham qiyin protsedura, lekin bu protseduraga xo'p dedim va qildim. Endi ko'ramiz qanaqa effekt bo'ladi, lekin NAD plusga kelganda albatta NAD plusni men bir marta qildim, shu uchun faqat yuzim yaltilayapti. Faqat hech qanaqa effekt, demak sochim qanaqa tushayotgan bo'lsa shunaqa tushyapti haligacha. To'g'risini aytaman-da, men nima qilaman andab. Вот, накиген нема. Муниципа, да, сделайте, научите зарабатывать, кто ждет очень детей, но пока нет. Так, это вы говорите про курсы, которые я хочу сделать. Все, значит, вас интересует, как забеременеть, как заработать, как стать счастливой, да? Вот такие темы. Интересно. Assalomu alaykum, jazoni hurmat qilaman. Kibr emassiz xonandalar ichida eng zo'rsiz. Rahmat, assalomu alaykum. Rahmat, asalchalarim, rahmat. Tug'ruqdan keyin bo'ladigan holat-ku. Tushunaman, lekin bunaqa kolичествоda emas-da va menda уже mana o'g'lim 7 oyga kiryapti. 7 oy ichida haligacha bir dona uchun kam bo'lmadi-da. Undan ham ko'payib ketgan. Haqiqiy mard ayol, rahmat. Meni Елизавета дочка Лазиза Амира. Haqiqiy mard ayol, nima javob? Qo'lingiz katta bo'lyapti, da, sizdan juda yaxshi ko'raman, rahmat. Siz juda hurmat qilaman, juda yaxshi ayol, sizga o'xshash xohlayman, rahmat. Havas qilaman sizga, rahmat. Opajon, qachon kelasiz qatga? Onajonim kasal. Oho. Ilohim shifo bersin. Juda qattiq sevganman degandingiz, qanday unutdingiz? Vaqt hamma narsaga davo. Kichkintoyingizga katta bo'lib qolibdi, ko'z tegmasinda. O'g'lingizga qarashga qiynalmayapsizmi? Yo'q, menda eniga nyanchkalar bor-ku, 3ta nyanchkam bor. O'g'limga qarashadi, shu uchun Xudoga shukr, Allohimga shukr. Ona sut bilan boqasizmi? Birinchi oy boqdim, undan keyin o'g'lim xolamadi, qo'rdim. Tuflavordi ish qilib. So'ngizpa Xorazmdagi kantoniga berasizmi? Nechinchi 86 joyiga qaytib chiqarkan, yangi sochlar mendam to'qildi. Ilohim shunaqa bo'lsin, qizlar. Dunyoning eng go'zal opasi, rahmat. Xorazmga salom. Opa, o'g'lingizga qanaqa kasha berasiz, qizlar? Biz nan beramiz, nan, bezlaktozli nan, eng zo'r bizga. Bog'changiz qachon ochiladi? Faqat bog'cham ochilmaydi. Gimnastiический sentr ochganman, Gym Kids. Xohlasanglar o'sha yerga olib kelinglar bolachalarim. Assalomu yaxshimisiz, opa? Sizni Rossiyadan turib kuzataman. Yaxshi ko'raman, rahmat. Bo'yningizdagi nima? Tsepochka. Alloh uchun yordam bering. Menga ham javob bering. Qo'shiqlaringiz aytsam maylimi? Ayting. Faqat mendan ruxsat oling qaysi qo'shiqlarni aytishga. Sizni yaxshi ko'raman, Munisipa, haqiqiy irodali ayolsiz. Havas, rahmat. Aprosin haqida ayting. Yaqin kunlarda sizlar uchun juda ham zo'r bitta yangiliklar, bitta emas, 3-4 ta yangiliklarim bor. Bomba bo'ladi hamma, yo Xudo xolasa. Я хочу быть как вы. Будьте самим собой. А у меня можете просто поучиться каким-то навыкам. Juda yaxshi ko'rmasdan Allohim omadingiz bersin. Ilohim, я люблю тебя, спасибо. Assalomu alaykum, kecha istoriyamni ko'rdingiz, like bosdingiz. Rahmat, opa, я не ждал. Спасибо за внимание. Sizga rahmat, meni belgilab mana shulalarimni atmetga qilib qo'ying uchun. Sizga qo'ying, lekin ismgacha aytmadingiz. Respekt, Munisipa, necha soat uxlaysiz? 8 soat uxlayman.
bo'yningizdagi nima? Tsepochka. Samarqand kelasiz bizani salonga. Siz juda xursand bo'lamiz. Xo'p, bo'ladi. Qayerga ketyapsiz? To'y xizmatlarimga. Opa, meni yosh go'daklarim bor. Oy. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qachon rus qo'shiqingiz bor? Xo'jayingiz bilan video olgansiz, juda zo'r. Bo'ldi, chiqazamiz. Концертимге келсеңіз, eshitasiz va chiqazamiz, taqdim etamiz. Можно по-русски говорить? Не могу, у меня здесь основная аудитория на o'zbek языке. Judayam chiroyli, umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringiz doğrusu havas qilib ko'ring. Rahmat, yordam bering. Привет из Tojikistana. Menga ham javob yozing. Sizni hurmat qilaman. Xarakteringiz ro'y, Mahmad. Счастья вам, спасибо. Soddagina singilcham, rahmat. Qayerga ketyapsiz? To'y xizmatlarimizga. Hi pretty, I want to fit with you. Hello, send me a demo or a song. If I will like it, I will sing it with you. Marco Muiz. Xorazmda konsert berasizmi? Yo'q, Toshkentda beramiz. Xorazmda konsertimiz bor-a? Begi? Hali emas. Qachon? Boshida endi. Ona bolasiga yarashdi, rahmat. Menga ham javob bering. Vaylaringiz zo'r chiqyapti, rahmat. Спасибо. Opa, izningizni yozib bersam, qo'yasin, без эффект chiqing. Ваша сестренка такая красивая, спасибо. Assalomu alaykum. Zo'r ozibsiz, rahmat. Nat plus nima bo'ldi, opa? Hozirgina berdim. Hech narsa bo'lmadi. Kibrsiz va ochiq ko'ngil qizimiz, rahmat. Baxt nimaga, qanday baxtli yashasa bo'ladi, sizni o'tdan kuzataman istori. Kommentariy yaxshiligining oldindan bizga ko'p tekshardi, jahli chiqardi-da. Qoraqalpog'istondan salom alaykum, opa, yordam qil. Bobur Mansurov bilan bo'layotgan o'yinlaringiz juda ham qiziq chiqyapti. Yana davom eting, xo'p bo'ladi. Qachon qattiq Yerga tegmagan qizlar bormi bu yerda? Juda ham ko'p. Sizni yosh ko'raman, opajon, qizim. Aka deb aytib yuribdi, qo'shingiz o'zi hali 1 yoshdan o'tgan. O'zi shu ashulam rosa trendga chiqdi-da. Qatga qaramasang, ey aka. Qatga qaramasang, ey aka. Mashinada bo'lsa ham ey aka, ko'chada ham bo'lsa ey aka. To'yga kiryapmiz, ey aka. Odamlarning istoriyasiga kirsam, ey aka. Rahmat kattakon, barchangizga rahmat. Mani qo'llab-quvvatlaganingiz uchun, mani ashulalarimga befarq bo'lmaganingiz uchun, mani ashulalarimni eshitayotganingiz uchun, bu bilmayman qanchalik men uchun baxt va sharaf. Alloh hammanglardan rozi bo'lsin. Rahmat kattakon. Men charchamayman sizlar uchun ijod qilishga. Mana sizlar shunaqa qo'llab-quvvatlasanglar, mani taronalarimni trendga chiqazib, ashulalarimni hit qiladigan darajada sizlar bo'lasizlar-da. To'g'risi. Tan olish ham mardlikka kiradi, bilasizlar? Bu haqiqat. Mana siz, mana muxlisimsiz, men hech kim emasman bu dunyoda, hech kim. Ey aka, sizga bay bo'pti, paka, hamma yoqda ey aka bo'lib yotibdi. To'g'risi, bunaqa darajada ko'tarilishini men o'zim kutmagan edim bu ashulani. Chunki bu ashula bilan klip bilan birga chiqazganman-da. Klip rosa gapirishgan, rosa intriga qilishgan, oborib kelishgan, говно klip vashi bo'lmaydi, kakashka deb hamma. Mana oxirida ashula trendga aylandi. Hamma trend qilyapti, videolar olyapti, hamma eshityapti. To'yga kelsak, hamma turib olib o'ynayapti butun to'yxona. Bu qanchalik men uchun baxt. Bu hammasi mana sizlar. Siz bu narsani qildingiz, siz. Вы так красиво спели песню, Валерия исцели. Очень красиво. Ой, спасибо большое. To'g'risi, shu uchun sizlarga to'g'risi shunaqa minnatdorman. Chunki mana ashulalarim qachon hit bo'ladi? Qachonki sizlar bu ashulalarni eshitsangiz, qachon sizlar bu ashulaga videolar olsangiz, qachon sizlar bu ashula bilan turib yozishingiz, bu sizga havola-da.
Bu sizlarga iborat bu narsa. Rahmat. Как вы похудели? Я сидела на диете. У меня на ПП. Judayam go'zal bo'lib ketibsiz. Rahmat. Kosmetikalaringiz qachon sotuvga chiqadi? Sentabrda. Мой муж вас любит. Мой муж вас любит слушать ваши песни. Спасибо большое, Гульмирочка. Здравствуйте, что можете рассказать от Над Плюс. Пожалуйста, расскажите заранее спасибо. Ну, девочки, я несколько раз сейчас повторила, вас, наверное, не было в моем прямом эфире. Так вот, я получила Над Плюс один раз. И за это время у меня только лицо стало сиять. Больше я ничего пока не почувствовала. Но, наверное, этого мало. Нужно 3, 4, 5 раз делать. Я обязательно, как на себе это испытаю, я вам обязательно скажу. Вы знаете, что я никогда просто так ничего не говорю, никогда просто так ничего не рекламирую. Джасмин мне отправила, я попользовалась один раз, и все, пока. А это ключ от вашего сердца у меня, видите? Sizlarni yuragingizni kaliti meni qo'limda. Sondanam, манданам, унданам, бунданам. Бубет. Я очень люблю слушать ваши песни. Спасибо. Siz mehnatkash, hammani hurmat qilasiz. Rahmat. Bu haqiqatan shunaqa. Bo'yingiz kilo emas. Ijodga omad, rahmat. Jamshidbek salom deb qo'ying. Jamshidbek, hello. Judayam chiroyli ko'z tegmasa, rahmat. Salom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Хочу пойти к вашему гинекологу, Артур Акяш. 6 лет ждем детей, пока нет. Ботно. Обязательно сходите, и дай Бог, у вас все получится. Только верьте в это. Вера – это самое главное. Nat Plus energiya berdimi? Manda energiya doim bor. Yuzimdagi dog' qanday olib tashlasam bo'ladi? Nat Plus oling, menimcha. Yaxshi. Zanjirga gap yo'q, rahmat. Assalomu alaykum. O'g'lingizni kotini ko'rdik-ku, betni ko'ra olmadik. Uzr endi, пока shunaqa bo'lib turadi. Вы шикарная женщина, обожаю. Спасибо. Dumbog'ingizni tez ko'rsatib turing. Xo'p, bo'ladi. Я ростам yaxshi ko'raman, rahmat. Вы красивая, спасибо. У вас из детства самоуверенность на высшем уровне, конечно. Munsaba qizim Amira 4 yosh. Salom deb qo'ying. Amirchika, привет. Yokani hozir televizorda, YouTube'da orqali tinglamoqda, aytib sizga salom yo'llamoqda. Rahmat. Amirchika, привет. Куда ездите? На свадьбу. Kiyimchalarni ham zo'rni tanlab kiydirasiz-da, shunaqa. Men emas, yanchikalarni shunaqa kiyintirib qo'yishadi. Men faqat olib beraman adasini puliga. Через 600 метров. Здравствуйте.